Assalomu alaykum. Sizlar bilan Texnodom. Biza hozir Shenzhenda Guangzhou Xiaomi magaziniga keldik. Hozir xabaringiz bor, hammalaringizni O'zbekistonda juda ham havo ifloslangan. Shunga kimga kerak bo'lsa havo tozalagich mana shu Xiaomi modellaridan olishni tavsiya qilaman. Nima deganda, bular juda kачествоsi yaxshi. Narxlari bilan qo'yapman hammasini. Kimga kerak bo'lsa, WeChatni qoldiraman, WhatsAppni qoldiraman, svязga chiqinglar. Kerak bo'lsa yuboramiz. Под ключ dostavkasi bilan hammasini qilib beramiz. Bu yerda Xiaomi'ning boshqa оборудованиялari, telefon deysizmi, soat deysizmi, naushnik deysizmi, bu yerda официальный magazin. Iloji bo'lsa mana qaranglar, narxlari bilan hammasini qo'yapman. Power banklar deysizmi, originalni, juda ham kачествоsi yaxshi. O'zim oldim, kачествоsi juda ham yaxshi. Mana bu yerda televizorlar ham bor ekan. Bu yerda telefonlar bor ekan. Kimga qanaqa telefon kerak? Arzon chiqyapti. Qarab ko'rdim, OLXni ko'rdim, O'zbekistondagi magazinlarni ko'rdim. Juda ham arzon chiqyapti. Kimga kerak bo'lsa agar yozinglar WeChatga, hamma narsani podrobni tushuntirib beramiz. Bu yerga даже kuxinni garniturlari ham bor ekan, mana qarang. Холодильник deysizmi, konditsioner deysizmi? Xiaomi juda kuchayib ketdimi deyman.